yo'q ekan. Bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ular doim o'zini ovchilik bilan boqash ekan. Bir kuni uning tog'lar orqasidan yurayotganida uning to'riga laylak tushib qolibdi. Keyin esa uni qo'yib yuboribdi. Keyin esa odamdek u gapira boshlabdi. Otaxon, iltimos, meni qo'yib yuboring. Men laylaklarning boshlig'iman. Mening uyim ana yerda debdi. Tog'ning orqasida debdi. Aytdiki, "Ha, nima tilasangiz shuni qilaman" debdi. Keyin ertasi kuni o'sha chol qanaki ana shu tog'ning orqasiga boribdi. Laylakning sovg'asini olish uchun borganida, keyin esa laylak turganmish. Aytdiki, "Laylak, menga sovg'angni ber" debdi. "Beraman" debdi. Keyin esa aytdiki, "Albatta berasanmi" debdi. "Albatta, otaxon" debdi. "Nima istaysiz?" "Menga oltinlik qaynoqcha kerak" debdi. Dagina yo'lga tushdi. Yuraveribdi. Qaynoqcha uyda turganmiz. Keyin esa kelibdi, aytdi, "Endi esa biz boyib ketamiz. Qaynoqcha bizga tilla ber" debdi. Tilla berdi. Qaynoqcha bizga ovqat ber" debdi. Ovqat berdi. Keyin esa ertasi orqasiga boribdi. Laylak boyga bir narsa kerak debdi. Nima otaxon debdi. Menga bir dasturxon kerak. Uni dasturxon ochilganida ochilib noz-ne'matlarga to'lsin debdi. Aytdiki, "Xo'p, otaxon" debdi. Dagina uyga borgandan keyin o'sha yerda sehrli dasturxon turganmish. Sehrli dasturxon, bizga ovqat ber" debdi. Ovqat beribdi. Shunaqasiga ko'p noz-ne'matlar hamsiyasiga aytdiki, "Hamsiya, bilasizmi, men o'tgan kuni to'riga tashlangan laylak gapira boshladi va u menga bir narsa berdi. Qaynog'imcha bilan oltin dasturxon" debdi. Aytdiki, "Qani ko'rchi, sehrli dasturxon, bizga ovqat ber" debdi. Ovqat berdi. Sehrli g'imcha, bizga tilla ber" debdi. Tilla berdi. Keyin esa aytdiki, "Iltimos, hamsiya, shulardan bittasini sotolmayman, lekin bir kechaga qolishga ruxsat bersangiz" debdi. Keyin esa nimadir rejalashtirib qo'ygan ekan. Uxlayotganda o'shaning qayna g'umchasini o'g'irlab ketib qolibdi. Dagina oddiy g'umchani qo'yib qo'yibdi. Ertasi kuni qilibdi, yana endi uxlayman deb yana kechqurun bo'lganda uxlabdi. Keyin o'sha sehrli dasturxonni olib qo'yib, oddiy dasturxon qo'yib qo'yibdi o'rniga. Keyin esa ertasi kuni 2 kun qolganda, "Rahmat otaxon, endi men uyga ketay" debdi. Ketibdi. Keyin ketibdi. Oxiri uyga yetib kelganda, "Qaynog'imcha, bizga tilla ber" debdi. Tilla bermabdi. Oddiy g'umcha ekan, chunki sehrli dasturxon menga noz-ne'matlar ber debdi. Bermabdi. Chunki oddiy dasturxon. "Laylak" deb oldiga boribdi. "Nima bo'ldi otaxon" deb laylak so'rabdi. "Bu sehrli g'umchalaring soxta ekan. Ular qaynog'imcha desa, tilla chiqmayapti. Sehrli dasturxon desa, noz-ne'matlar chiqmayapti" debdi. Dagina ketibdi. Kelganlar, "Otaxon, to'xtang. Men qilasizmi? Bu axir oddiy g'umcha bilan oddiy dasturxon-ku. Voy, kimniki deyapsiz" debdi. Bu hamsiyamizga, "Hamsiyalarga bu narsani ko'rsatmang, chunki hamsiyalaringiz bir narsalarni olib qo'yishi mumkin. Hamsiyamiz juda xasis" debdi. "Uni olishga hech kuchim yetmaydi" debdi. "Bo'lmasam sizga qandaydir ur-to'qmoq beraman" debdi. Dagina ketibdi. Marhamat, ur-to'qmoqni olmaydi. Uxlabdi. Keyin esa kelganda ertasi kuni, "Voy, yana nimaga keldik? Qaynog'imchang bilan endi ochin dasturxoning menda" debdi. "Hali shunaqami? Lekin ur-to'qmoq senda emas. Ur-to'qmoq deganni chiqarib urib tashlayapti. Qani hammasini qaytar" deb so'rabdi. "Mayli, bo'ldi, qaytar. Endi oddiy narsalarni qaytar" debdi. Qaytaribdi. Shun bilan boy
bobo shu bilan chol bilan kampirni